Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar. Bugun sizlarga men matcha choyimiz haqida ma'lumot bermoqchiman. Matcha choyi Turkiyada ishlab chiqarilgan bo'lib, bu organizmni avvalgi kanallarimda ham juda ham ko'p matcha haqida ma'lumot berganman. Organizmni metabolizmni tezlashtirib beradi. Ya'ni modda almashinuvini tezlashtirib beradi. Agar organizmimizda modda almashinuvi normada bo'lsa, bizda organizmda ozishda, yog'i yoqishda, yog'i eritishda, oshqozon hazm qilish sistemasi, xullas ichki organlarning nimaiki kasalliklari bo'lsa, hammasi joy-joyida ishlaydi. O'shaning uchun organizmni tez-tez tozalab turish kerak. Bu matcha choyi birinchi o'rinda ichaklarni zo'r tozalab beradi va ozishda, energiya berishda juda ko'p keng foydalaniladi. Matcha choyini yosh bolalar ham ichsa bo'ladi, chunki bu tabiiy yapon mahsuloti hisoblanadi. Bu Turkiyada ishlab chiqarilgan, Turkiyada qadoqlanadi, lekin bu matcha o'simliklari, matcha kukuni, ya'ni anaqasi nima deydi? Parashogi faqat Yaponiyada yetishtiriladi. O'shaning uchun mana yaponlarning ichida bu matcha choyi juda ham mashhur choy. Yaponlar sevib iste'mol qiladi. Ularda bu matcha choyini ichish hammasi uchun kunlik ehtiyoji bor. Bizda endi mana matcha ham ommalashyapti. Bir 3-4 yil bo'ldi bizga matcha choy haqida ma'lumotlar kirib kelishini va matcha choyini ichib effekt olib, odamlar bir-biriga tavsiyalar qilyapti. O'shaning uchun sizlarga ham men tavsiya qilaman. Buni hech qanaqa zarari yo'q, 100% tabiiy. Bu qulupnay ta'mligidan matcha choyini sal ichish неприятный. O'shaning uchun bunaqa qulupnay ta'mli, qulupnaysizligi ham bor, qulupnayligi ham bor. Qulupnay ta'mligini ichish oddiy matchaga qaraganda приятныйroq hisoblanadi. Agar yo'q, men ta'm borasida hech qanaqa menda muammo yo'q desanglar, oddiysini ham ichsanglar bo'ladi. Matcha choyini ichish tartibi: ertalab uyg'onganda organizmni ichganda bodrilashtirib beradi, quvvat beradi va ichaklarni juda zo'r tozalab beradi. Sutga, issiq sutga yoki suvga o'zini ko'pirtiradigan moslamasi bo'ladi, yo bo'lmasa blenderda ko'pirtirib ichsanglar ham bo'ladi, kokteylga qo'shib ichsa bo'ladi. Xullas, matcha choyi haqida bu yangilik emas, juda ko'pchilik buni biladi va buni juda ham poddelkalari ko'payib ketgan. O'shaning uchun originalini olib ichishinglarni tavsiya qilaman, chunki hamma narsani ham poddelkasini hech qanaqa organizmga effekti bo'lmaydi. Naborot, musor bilan organizminglarni to'ldirganinglar qoladi. Mana bizda xudo xolasa bu poddelka 100%, 20 ta paketcha bo'ladi. Bitta qutida mana bunaqa matcha choydan 20 ta bo'ladi. Xohlasanglar birinchi ichishinglarda buni yarmidan boshlab ichib sinab ko'rsanglar bo'ladi. Lekin o'rganganlar bittani bir kunda bittadan ichadi. Kechasi yotishdan oldin ichmaslikni tavsiya qilaman, chunki bu juda ham bodrilashtirib yuboradi, uyqularni qochirib yuboradi. O'shaning uchun ertalab turganda, uyg'onganda kofein o'rniga matcha choy ichsanglar, yana ham uyqinglar bodri bo'ladi va quvvat beradi organizmingizga. Bizning kanalga ulanib olinglar. Shunaqa yaxshi ma'lumotlar va yaxshi mahsulotlar bilan bo'lishib boraman. Sotuvda bor, bemalol zakaz qilsanglar, shu tepadagi telefonlarga telefon qilsanglar, sizlarga butun O'zbekiston ichida dostavka qilib beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.